Termiz shahrida O'zbekiston ekologik partiyasi viloyat kengashi hamda viloyat sport boshqarmasi hamkorligida marafon bo'lib o'tdi. Musobaqada professional sportchilar bilan birga havaskor sportchilar ham ishtirok etishdi. Mamlakatimizda aholi o'rtasida sog'lom hayot kechirish, ularni sport va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishiga jalb etishga katta ahamiyat berilmoqda. Bu yo'nalishda joriy etilayotgan tizimli ishlar doirasida ko'plab sport musobaqalari o'tkazilyapti. Termiz shahrida ham mazkur yo'nalishdagi harakatlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston ekologik partiyasi Surxondaryo viloyat kengashi hamda viloyat sport boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan velo hamda yugurish marafoni ham sportchi yoshlarni jismoniy mahoratlarini namoyon etishlariga xizmat qildi. Start chizig'idan marra sari ildam harakatlangan ishtirokchilar orasida bu sport bilan anchadan buyon shug'ullanib kelayotgan sportchilar ham, havaskor yoshlar ham bor. Ma'lumki, velosiped haydash bilan ko'proq o'g'il bolalar shug'ullanishadi. Musobaqada ular bilan bir qatorda qiz bolalar ham qatnashish istagini bildirganligi esa quvonarli holat. Velo marafon musobaqasining tashkil etilishi yoshlar o'rtasida sportni ommalashtirish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib etishni ko'zda tutadi. Shu bilan birga yugurish musobaqasiga ham keng o'rin berildi. Muhtaram Prezidentimizning 2025-yil 15-maydagi 2030-yilgacha bo'lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish chora-tadbirlari to'g'risidagi konsepsiyasini tasdiqlash haqidagi qaroridan kelib chiqib, barcha hududlarda mana shunaqangi ekologik tadbirlar o'tkazilyapti. Jumladan ham bugun bizning viloyatimizda tabiat uchun birlashaylik shiori ostida mana ertalabdan turib velosipedchilarimiz o'rtasida juda katta marafon o'tkazildi va albatta bunda biz shuni his qildikki, mana shu ekologiyaga nisbatan aholining munosabati keskin o'zgargan. Mana shuni tadbirda e'lon qilganimizdan beri bizni partiyamiz viloyat kengashining ishonch telefoniga minglab telefonlar bo'ldiki, tadbir qayerda o'tadi, qachon o'tadi degan ma'noda savollar tushdi. Albatta biz bundan juda ham ruhlandik, chunki bizni partiyaning mana shu shiori, partiyamizning e'lonini xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz, ayollarimiz befarq emasligidan biz xursand bo'ldik. Bugun tadbirimiz juda chiroyli o'tdi. Qolaversa, yugurish musobaqasi o'tkazildi. Yugurishda ham eng g'olib bo'lganlarni tanlab olib, adolatli tarzda bizlar taqdirladik va ishtirokchilarimiz bizdan juda aytaylik adolatli o'tganligidan xursand bo'lib bizlarga minnatdorchilik bildiryapti. Yugurish marafonida barcha ishtirokchilar 3 kilometr masofani epchillik va chaqqonlik bilan bosib o'tib, finishga yetib keldilar. Hakamlar hay'ati ularning harakatlarini munosib baholab bordilar. Mazkur musobaqada bir qator yo'nalishlar bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Bellashuv yakunida musobaqa peshqadamlari tantanali ravishda taqdirlandilar va ularga diplom hamda esdalik sovg'alar topshirildi.